Assalomu alaykum obunachilar. Mana bitta oldin olgan obyektimizni to'liq remonti qilingan holati. Mana ishlarimizni topshiryapmiz. Tachinta qilingan devorlari. Patolog holatlar. Bu patologimiz 2018 yo 2019 atrofida qilingan patologimiz. MDF haqida har xil ma'lumotlar beradigan odamlar bor. Tushib qolishi mumkin, moddasi tez sinadi deb. Mana bu hozir bu yilgi 2025-yil modda deb turib chiqyapti internetda vodiyliklar. Lekin bu ancha oldin qilganmiz buni. Mana holati akkuratni turibdi. O'rtadan kirib ketadigan zallar qilingan. Mana o'sha paytida MDF qilingan. Mana shu xonalar hammasi 2018 yilning fasoni. 2018 mana bulardagi endi bu fason sal oldinroq chiqqan. 2016-yil fason, lekin hozirgacha mana shu patologiyalar qilinyapti. Mana bu xonadonimizda bu xonasi ham mana shu fason qilingan, lekin bu fasonlar hozir internetdan uncha topilmaydi. Lekin mana fasonini holatlari yaxshi qilib ko'rsatilgan. Bu ham shu 2016-2017 yillar qilingan, lekin mana holati yaxshi turibdi. Mana shu oxirgi fason deb chiqarayotgan fason mana shu, lekin bu ancha oldin bo'lgan. Lekin mana shu holatda yonsa hamma joyi yonadi. O'zi kanallarimizga ham qo'yilgan. Endi remontli holatini mana ko'rsatib beryapman. Mana shunday taxlagan mana egalari. Biz taxlab berganmiz.